Assalomu alaykum, shahrimizda istiqomat qiluvchi insonlar. Endi shayxlardek yashash yo mazza qilish uchun Dubayga yo Birlashgan Arab Amirligiga borish shart emas. Ya'ni shahrimizda eski Banisamiz ichidagi shayx kafesiga kelsangiz hamma narsa muhayyo. Shayxlar keldi, shayxlar kutib olamiz. To'g'rimi do'stlar? To'g'ri. Hammasi ajoyib. Yana yangilikni bombasida 10 kunlik aksiyamizda ikkita hot dog olib tanovul qilganga 3-hot dogimiz bonus haqida. Mutlaq bu kelaverasizlar, bosib yuring joyga. Salqin, paketli xonalar bor. Hamma narsa mujassam. Ko'rishamiz. to'laqonli manzili mana Banisa, eski Banisamiz ichida kirganligingda chap qo'lingda kelishadi. Bemalol hammalar kelaverasizlar. Xudo xolasa hammalarga ajoyib atmosferani taqdim etadigan Shayx kafesi xizmatlaringizda bo'ladi.